Hurmatli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bog'ot avtomarketdan sizlarga zo'r narxda 2021-yil 472 millionlik eng full pozitsiyadagi Equinox mashinamizni zo'r narxda ko'rsataman. Qaranglar. 260 million so'm, 21 родной kraskada benzin. 4 dona archa bilan o'rnatilgan, tonirovka raschenasi bor. Salon holatlarına keladigan bo'lsak, salonlar akkuratni ko'rjalarni qaranglar. Umuman trishina barabarmagan. Kirchalamam kamon 76.566 kilometr yurtibdi. O'zlari uchun tekshirtirib, ana tarixda pulsani yorasizlar. Shundan oldin bizlar pul berishlari sart emas. Bahosi 260 million so'm, naqd pul, avtokredit, mashinalaringiz bo'lsa, kelib, obmen etib, ular kelsak bo'ladi. Avtokredit olaman desangizlar 54 million boshlang'ich to'lov, оформление xarajatlari addenli bo'ladi, oylik to'lovi 6 million 300 dan 5 yilga chiqadi. Qiziqqanlar bemalol Bog'ot avtomarketga murojaat etaverasizlar. Boshqa turdagi mashinalarimiz ham bor, aziz yurtdoshlar. Bemalol kelsangizlar bo'ladi. Agar o'zlaringizdan sotadigan mashinalar bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar, sotib beramiz, naqd bilan sotib olamiz.